kecha keligimdir devon, ul sarvi gul ruh kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong o'tguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdim yo'liga intizor, keldi jon og'zimga-yu ul shuhu badxu kelmadi. Ovrazdek oydin erkanda garib ehtiyot, ro'zg'orimdek ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim yig'ladim divona bor, kimsa bormikin anga ko'rganda kulgu kelmadi. Ey Navoiy, boda billa xurram et ko'ngling uyun, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arzigulik, beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning muborak tug'ilgan kunlari, millatimiz bayrami hamda qadriyatlarimizni yanada ulug'laydigan kundir. Bugun biz bobomiz bu hovlida chuqur ta'zim bajo keltirar ekanmiz. Undan oldin va undan keyin o'tgan ulug' zotlardek ruhlari shod bo'ladi deb umid qilamiz. O'z tarixi va ajdodlarini siylagan xalqning kelajagi albatta porloq bo'ladi. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi. Mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiridir. Shoir desak, shoirlarning sultonidir. Assalomu alaykum aziz adabiyotimizning, san'atimiz shaydolari. Assalomu alaykum she'riyatga ixlosmand aziz ustozlar va bilimga tashna o'quvchilar. Bugungi yangi O'zbekistonda Mangu Navoiy deb nomlangan adabiy kechamizga xush kelibsiz deyishga ijozat bergaysiz. Bugungi tantanamizni ochib berish hamda tabrik uchun so'zni maktabimiz direktori Rahmat va Guljahon Bayramnaga beradi. Bizning maktabimizda tadbirlar davom etyapti. Maktabimizda juda ham iqtidorli, bilimli, talantli o'quvchilarimiz ko'p. Mana bugun mana reja asosida Mir Alisher Navoiy buyuk bobomiz, mutafakkir shoir bobomizni tavallud ayyomlarini nishonlayapmiz. Albatta hammalaringizga mana shunday kunda istaymanki siz ham mana shu Alisher Navoiy bobomizning izdoshlari bo'lishimiz kerak. Bu uchun faqat o'qishimiz kerak, ustozlarimizga quloq solishimiz kerak, tarbiyali bo'lishimiz kerak. Mana shu bugungi tadbirni tashkil qilgan hurmatli o'qituvchilar, aziz mehmonlarimizga maktabimiz ma'muriyati nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Va o'ylaymanki, bugun biz mana shu tayyorlangan tadbirni mazza qilib ko'rib dam olamiz. Sirati zanjirband bir she'r, Temur bobom olmagay joyni, qalam bilan oldi Alisher. Mir Alisher ma'rasiga aks sado berdi jahon, she'riyat mulkida bo'ldi shohi sulton o'zbegim. Navoiyni bilmoq uchun navobag'zor bo'lmoq kerak. Kalom ilmin, hadis ilmin yurakka jo qilmoq kerak. Navoiyni bilmoq uchun nigohni pok qilmoq kerak. Komillikni dunyo anglab haqqa yetgan bo'lmoq kerak. Navoiyni bilmoq uchun tilni shaffof tutmoq kerak. El dardini dardin bilib Navoiydek bo'lmoq kerak. Navoiyni bilmoq uchun haq ichiga ketmoq kerak. Faqirlaru haqirlarga mehr nurin tutmoq kerak.
Bugungi kechamiz Mangu O'zbekistonda Mangu Navoiy tadbiri o'tkazilmoqda. Bu tadbirda 10-B sinf va 9-A sinf o'quvchilari chiroyli tadbir o'tkazmoqda. Shu bilan birgalikda Samarqand shahar Hofiz Shiroziy nomidagi 3-sonli madaniyat markazi ham hamkorlikda faoliyat yurityapmiz va hozirgi biz Navoiyni o'rganishdan maqsad shundan iboratki, hozirgi paytda Alisher Navoiy ham ma'nan, ham jismonan yetuk insonlar, barkamol insonlarni, yoshlarimizni yanada chiroyli qilib tarbiyalash bizning vazifamiz va oldimizga qo'yilgan maqsadlarimizdan biri. Biz Navoiyning Sabbai Sayyor, ya'ni Hamsa asarining 4-dostonlaridan biri Sabbai Sayyor dostonida 7 ta malikaning o'ziga xos xususiyatlari va Bahromning o'ziga xos fazilatlari namoyon etmoqdamiz. Va qizlarimiz va yigitlarimiz juda ham aktyorlik san'atlarini namoyon etmoqda. Sahna ko'rishlarimiz bor. Mana biz hozir Renessans davri, ya'ni ikkinchi Renessans davrining namoyandalaridan biri va biz kutamizki kelajakda 3-Renessans avlodlari shakllanishiga biz o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Adolatli podshoh haq va taoloning haloyiqqa ko'rsatdi. O'quvchilari o'z qalblari boshidan nurlar sochadi. Qora tuproqdan gullar ochadi. Tasanno. Din malikasi. Shohim, bugun men Qanoat to'g'risida gapirmoqchiman. Qanoat u bir chashmadirki, olgan bilan uning suvi qurimaydi. U bir xazinadirki, undagi oltin sochilgani bilan kamaymaydi. U bir ekinzorki, ulug' izzat va mashaqqat ko'rsatadi. Qanoat shikunliga ravshanlik yetkazadi. Ko'z undan kasb etadi. Qanoatli darvishning qattiq noni Tamagir shohning ne'matini dasturxonda yaxshiroq. Men bugun sabr haqida so'ylayman. Sabr bu achchiq, ammo foyda beruvchi. U qattiq, ammo zahmatni daf qiluvchi. Qaysidir baxtsiz sabr etagini o'tgan bo'lsa, o'z murodiga yetadi. Qaysi bir giriftor ko'ngil sabr tugunni bo'shatmagan bo'lsa, uning baxt tuguni ochiladi. Inson uchun yana bir farz ihson qilishdir. Odam yaxshiliklarning quli degan hadis ham barcha millat vakillarining toshidir. Yaxshilikdan boshqa mukofot. Bugun men ilm haqida so'ylayman. Bilmaganni so'rab, o'rgangan olim, o'rganib so'ramagan o'ziga zolim. Oz o'rganib, dono bo'lib, qatra yig'ilib, daryo o'rganishdan qochgan dangasa, o'rganishdan qochish uchun yuziga voj bahona eshigini ochgan ishyoqmasdir. Zahmat chekib, ilm o'rgangan donishmanddir. Ilmdan chetda qolgan odam xalq orasida qaysar johil. O'rganishga qattiq kirishgan jahon allomasidir. Haq to'g'risida so'zlaydi. Haqning do'stlari adolatdir, soxtalikning qonidir. Haqning
dushmanlari yolg'onchilardir. Tiling bilan dilingni isbot tut. So'zlaringni ehtiyotkorlik bilan so'zla. Aytilishi kerak bo'lgan gapni ayt. Aytilishi kerak bo'lmagan gapni esa aytma. So'z bu borliq, eshituvchini taniga jon kiritadi. So'z bor, gapiruvchining boshi yerga uchadi. Malikalar meni lol qoldirishdi. Sahnadan malikalarga atalgan in'omlarni taqdim etay. Tashakkur shohim. Mir Alisher Navoiydek buyuk shoirimiz qalam mulkining sultoni bo'lmish. U kishining mana shu 585 yillik bugungi yubileylarida yoshlarimiz Alisher Navoiydek shaxsni o'rganishda juda ham katta o'zlariga ma'naviy ma'rifiy ilm olishadi. Bunday bobo qonunlarimizni borligi biz uchun kattadan katta baxt hisoblanadi. Bolalarimizni tarbiyaviy, ma'naviy, ma'rifiy ishlarda ularning asarlarini o'qish eng katta bilimni beradi. Chunki turkiy tilimizning asoschisi bo'lmish Alisher Navoiy farzandlarimizga odobdan, axloqdan, ma'rifatdan ilm berganlar. Ularning os o'rganib dono bo'lur, qatra yig'ilib daryo bo'lur degan hikmatli so'zlar ham bizning yoshlarimizga, hozirgi kundagi yoshlarimizga juda ham katta bir ma'naviy, ma'rifiy bilim hisoblanadi. Bizning maktabimizni bitirib ketgan o'quvchilarimiz ham bor. Bugungi tadbirimizni tashkillashtirishda bizning o'quvchimiz, o'zimizning bitiruvchimiz, Dalerning katta hissalari bor. Dalerning mana shunday izlaridan borayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Ekologiya tadbirlarida o'tgan yilgi Turon, ya'ni Jadidlar izidan tadbirida o'quvchilarimiz respublika bosqichlarida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashgan. Ekologiya tadbirida ham respublika tadbirlariga chiqish bizning o'quvchilarimizga viloyat bosqichida, ya'ni respublika bosqichlarida qatnashib faxrli o'rinlarni egallash nasib qilgan. Albatta bugungi kunda maktabimizda juda chiroyli tadbir tashkil etildi. Bunda albatta 3-son madaniy markazini tashkilotchilari, ayniqsa Ulashov Dalerjon juda ham o'zimiz o'quvchimiz bo'lgan ham mana juda ham bolalari badiiy yaxshi tayyorlab mana shunday chiroyli tadbirlarimiz amalga oshirib boryapti. Bugungi kunda biz nafaqat Alisher Navoiy, balki bir zamonda yashab ikki mutafakkir, ya'ni ham mutafakkir, ham hukmdorlarimiz haqida gapirsak bo'lamiz. Chunki biz bilamizki, biri vazir, biri albatta tarixdan olsak hukmdor ham bo'lgan. Va bunday insonlarni davlatimiz tomonidan ham har yili bunday yubiley yoshlarini keng nishonlanishi ta'lim jihatdan ham juda muhim. Ey sabah